Assalomu alaykum. Xo'p, Cherry remont qilib kelganmiz. Akalar, qayda qo'ydirsanglar ham bunaqa Xitoy shlankalar qo'ydirmaylar. Turbinani ustiga bunaqa shlankalarni osatib qo'ymaylar. Sababi bezapasini qilib qo'ysanglar, klient jabrlanmaydi. Sababi agar bu teshilib yoki turbina qiziganda обязательно antifriz yoriladi. Suv to'kilgandan keyin motor qisadi. Klient falonpurga tushadi. Xo'p, bu GDI motor. GDI motorga motor ustunovka qilgani uchun nagarni ko'rasizlar. Gaz yaxshi yonmagan, mana shunaqa nagar bo'lib ketadi isparitor. Reduktorda mana original XP dan qo'yish kerak. Imенно GDI motorlarga. Bu 1.6 Cherry hisoblanadi. Xo'p, buni ham remontini qilib beramiz. Bu 90. Bunga propan ustunovka qilib beryapmiz. $700 Sirdaryoda qo'ydirmasdan bizda $900 qo'ydirayotganini sabablarini keltirib beraman sizlarga. Xo'p, bunga imенно ikki turbina bo'lganligi uchun bunaqa injektor 48 ga 4 super blok qo'yilishi kerak. Mana isparitorni yechib o'zini yasalishi shart. Shunda 95% propan, 5% benzinda harakatlanadi. Xo'p, injektorlarimiz Hop, обязательно скоростной Dakota 1 sekundda ochadigan injektorimiz. Ko'kkalaligan bo'ladi. Bir klient shuni tanladi. $900 ga qo'yishimiz sababi proshipkalari, dokumentlari hamma yo'q ichida bo'ladi. Kimga shunaqangi sifatli xizmat kerak bo'lsa, telefon nomerini qoldiraman, bemalol telefon qilib kelsanglar.